Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala birinchi variant 38-savol. Sharti quyidagicha metan, eten va propindan iborat 42 gram aralashma to'liq yondirilganda x mol suv hosil bo'ldi. Reaksiya uchun 144 gram ozon kislorod aralashmasi sarflandi va 3 mol karbonat angidrid hosil bo'ldi. X ning qiymati nechaga teng deyilgan. Xo'p, bu masalani demak ishlanish tartibi quyidagicha bo'ladi. Berilgan qiymatimiz demak m barobar 42 gram. Hop, m ozon kislorod aralashmasi barobar 144 gram. M karbonat angidrid barobar kechirasizlar n, ya'ni modda miqdori n barobar 3 mol. Ana endi mana shu shartlar orqali biz x ning qiymatini aniqlashimiz kerak, ya'ni x molni. Xo'p, bu juda ham sodda masala ko'rinadi, chunki 3 mol karbonat angidridni tarkibidagi uglerodni massasini hisoblaymiz. 1 mol demak karbonat angidridda 12 gram demak uglerod bo'ladi. Bizda 3 mol bor. 3 mol karbonat angidridda x. 3 ni 12 ga ko'paytirib 1 ga bo'ladigan bo'lsak, 36 gram. 36 gram. Dastlabki aralashmamiz 42 gram. Demak, 42 minus 36 gram barobar 6 gramni tashkil etarkan vodorodning massasi. Hop, H2 plus O2. H2O. Hop, 2. Demak, bu bizda 6 gram, ya'ni 3 mol. Hop, bu yoqda demak 4 gram. Bu yoqda 2x. 6 ni 2 ga ko'paytirib 4 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 mol suv hosil bo'lgan. X ning qiymati demak 3 ga teng.